Assalomu alaykum Mastervodi kanalining kuzatuvchilari. Hop, bizdan so'rashibdi, ikkita uyni Dima xotini bitta turbadan chiqarib yuborish haqida video qilishimizni. Ko'rib turibsizlar, ikkita teshik chiqqan. Biri bu uzun uyimizga, keyingisi bo'lsa bu tomonga navbatdagi uyimizga chiqqan. Buni bitta turbadan chiqarib yuborish qanday bo'ladi? Ko'rib turibsizlar, ikkita teshik. Birinchi teshik bu uyimizniki, ya'ni uzun uydagi. Ikkinchi teshigimiz bo'lsa bu tomondagi uyimizniki. Bu teshiklar ko'tariladi. Sesma qo'yilgandan keyin zardivoldan ko'tariladi va 10 qatorcha yoki bo'lmasam o'z kun istagancha 7-8 qator ko'tarilgandan so'ng bitta turbadan chiqarib yuborsa bo'ladi. Turbadan sizlarga ekonom bo'ladi. Shu orqali xohlasa shunaqangi yaxshi videolar kanalimizda ko'p chiqadi inshaalloh. Kuzatib boringlar. Xudo xohlasa yana ham qiziqarli, manfaatli bo'lgan videolarni sizlarga taqdim qilib boramiz. Bu video bilmaganlar uchun ma'lumot, bilganlar uchun eslatma. Hammaga rahmat.